Kepasi yorar ekan a. Kepasi yeyapti. Kimdir kepa bilan beradi? Endi hamma har xil sharoitda boqadi. Atalachadi. Ertalab. Yemni qancha berasiz? Yemdimi? Ha. Har bittasiga 3 cho'mishdan to'g'ri keladi. Cho'mich degani mana qumshoq qiladigan shkaturkani 1,5 kilo. cho'michi aka-ukalar 1,5 kilodan beriladi. Hozir Ertalab yem hashagini berib bo'lgan. Assalomu alaykum Shovon Chorva hamda Zamon Chorva kanalining ashaddiy obunachilari, chorvador aka-ukalar. Bugun sizlarga xudo xolisa noodatiy yangilik qilib, qo'llab-quvvatlab video boshida bittadan like bosib tursalaring, sizlarga chiroyli qilib qanday tarzda molni arzon va sifatli chiroyli semirtirsa bo'ladi. Uy sharoitida boqilayotgan mollarni ko'rsatib o'tamiz. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida Muhammadali ukamning xonadoniga kelganmiz. Bu yerda xudo xolisa 20 bosh chiroyli bir-biridan go'zal mollarimiz bor ekan. Bularni qanday qilib uch mahal ovqat beradi, boshqa hamma ma'lumotlarni ukamizning o'zlaridan olib bizdan o'tamiz. Assalomu alaykum. Muhammadali bor ekansiz. Yaxshimi? Chachamaysiz? Assalomu alaykum obunachilar. Ertalab soat 7 dan 8 gacha yemashagini yeydi Xudo mollar. xolisa mana bundayda Muhammadali o'zi gapingiz bo'ldi. Bularga ertaman siz tashab berasiz. Shunchaki tushuntiraverasiz, shoshilmay. Endi ukamiz birinchi marta intervyu berishlar, boshqa hali ko'p kontent qilamiz. Bularga bir necha mahal ovqat berasiz? 2 mahal ovqat beramiz. 2 mahal ovqat berasiz. Bunda yurib tanishtirib o'tiraverasiz. Hop, obunachilar 2 mahal ovqat yeydi, ha? 2 mahal ovqat yeydi. Ertaman 7 Ertalab atalachadi, kech payt atalachadi, kech payt tahol yeydi. Qo'shimcha atalaga qo'shimcha paholaydi, ha? Haligi perit qilgan holda. Bu yerda necha bosh molingiz bor? 20 bosh molim bor Xudo ekan. xolasa hurmatli obunachilar, 20 bosh mollar bu ukamizni mana shu yerda 20 bosh mollarni hozir nima deydi biz ozgina kech qoldik ma'lum sabablarga ko'ra. Ovqatga vaqtida ovqatini berib bo'psizlar. Ma'lumotini berib ketaverasiz. Qanaqa issiqlashga, qanaqa ko'r qilinadi. O'zimiz aka kimgadir foydali-da. buni chiroyli qilib aqib, o'zimizda o'sha qishloqda do'kon borishiga so'yib sotamiz o'zimiz xalqimizga. Yaxshi bo'ladi. Baxsa bo'ladi aka. Xo'p, Muhammadali bundayda, buni necha oyda yetiltirsa bo'ladi? Obunachilarga shu haqida ma'lumot berib o'taverasiz. Biz aka 2-3 oy boqamiz molni. 2-3 oy bor. Yoqsiz qilib, o'sha do'konga olib chiqamiz. Do'konga olib chiqasizlar. Magazin Tepaqo'rg'onda, sentrida, Svetoforda oldida, xudo xolasa. Kim akangiz ismi? Qilichbek. Qilichbek ekandi. Do'konida, xudo xolasa. Mana mollarni ko'rsatingda, mana semirgan holatini. Ular mana bu tomonlarni ko'rsatasiz. Ular osonroq varianti. Endi yemga tashlagan varianti. Mashabda keldi. Bu yangisi. Suhobik operatorimiz ukamiz mana. Bu tomonda semirgan varianti. Ha, xudo xolasa necha bosh ekan bu yerda? 20 bosh molimiz. 20 bosh mol bor ekan. Hozir orqasidan ham ko'rsatamiz. Mana ko'rib turibsizlar, oxirda yana chiroyli qilib oxirda ham oxirda. Yana chiroyli qilib qo'ygan. Ideal holatda mollar hammasi sifat so'ti zo'r. Issiqlashiga ukol qilingan-a bularni. Albatta. Issiqlashiga ukol qilingan. Ertalab berishdan oldin 1 soat oldin suv ochib qo'yamiz. Har bitta molga bir paqirda, mash paqirda, mash paqirda, bir paqirda atalachadi. Ertalab. Yemni qancha berasiz? Yemdimi? Har bittasiga 3 cho'mishdan to'g'ri keladi. Cho'mich degani mana qumshoq qiladigan shkaturkani 1,5 kilo. cho'michi aka-ukalar 1,5 kilodan beriladi. Hozir Ertalab yem hashagini berib bo'lgansizlar. Hozir Alloh yemashani berib qo'yamiz aka-ukalar. Ha, somon berasiz, ha? Bir mahal somon berilar ekan. Alloh toza chiroyli yemga berib qo'yapmiz. Xudo xolasa bu tomon kelaverasiz. Ko'rsatib o'tamiz mana. Hammasi ideal holatda mana. Gabaritlarni ko'ring, o'zi to'layotgan varianti, mana bir ikkita orig'i ham bor, to'layotgan variantlari ham bor. Buni go'shi necha puldan sotiladi? 125 ming so'mdan 125 mingdan xalqimizga sotiladi. Xo'sh, mana aka-ukalar ko'rib turibsizlar. Buni yana bunday gapda Muhammadali. Necha puldan so'yib olishni bilmaysizmi? Qishloq sharoitida boshqalardan? Qishloq sharoitida so'yib olaveramiz aka. 110 ming so'mdan yoqsiz xunajin so'yib olaveramiz. Hurmatli obunachilar, 110 ming so'mdan o'zlari so'yib olishaveradi. Xunajin novvos qancha so'yib olyapsizlar? Novvos 120 ming so'm. 120 ming so'mdan so'yib olishyapti. Uy sharoitida yaqinda ishni boshlagan oshxona, choyxona bo'ladigan bo'lsa, telefon qilishaveradi. Chiroyli go'sht qilib beramiz. Son go'shtlari, shashlikka biqin,
Qassob aka nomerini ekranga qo'yib qo'yamiz. Kimgadir go'sht kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqaga chiqasiz. Rossiyanni Dastavkasi bor. aloqa qilishamiz desa 120 ming so'mdan Ha, shartnoma qilib, dogovor qilib 1 yilgami, 5-6 oygami, qanchadir shtobi. Shunaqa bo'lsa, arzon variantlari ham bor. Mana bu shaklda ham ish qilsangiz bo'ladi aka-ukalar. Hozir orqa tomondan sizlarga mollarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz aka-ukalar. Tagi hali tozalanmagan. Endi o'sha jarayon, endi hashagini yeb o'tdi mollar. Ha, kamchiliklarga uzr so'raymiz mana mollarni. Buni gabarit korpuslarni ko'rsating, baquvvat mollar. Kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin mollar Ideal suyar yaxshi. Go'shtga to'g'ridan mollar. Mana shunaqa mol kimdir boqsa, boshqa qilsa, xunojim boqsa, molvos boqsa, akalar, qassob aka deb nomerini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilasizlar, shtobi kelishilgan holda go'shtlaringizni sotib olishaveradi. Qo'lovchi akalarim Ularga uyga mas'ul beraveramiz. Yamlab kelaveramiz. Yaqinda to'y boshlayman. To'yga yarmini, ikkala sonini olib qolaman degan aka-ukalarga uyda olib borib, chiroyli qilib so'yib beraveramiz. O'sha 120 ming so'mdan. Xudo xolasa, nima deydi? Go'sht yo'nalishidagi libboy tema bitar ekan. Telefon qilsalaring aka-ukalar, mana bu tomonga ko'rsating, suratbek. Mana mollarni to'lib ketganini ko'rib, odamning ko'zi quvonadi. Uncha-muncha novosam buni to'lmaydi-da. Bu yoqqa yuring. Mana mollar orqasini ko'rsating-da mana. Xudo xolasa ideal holatda. Suyakli, katta gavdasini qarang. Rossiyalik paroda mana. Hammasidan bor ekan bu yerda. Xudo xolasa shunaqa ma'lumotlar aka-ukalar. Foydasi qanaqa? Anchadan boqasizlarmi? Anchadan boqamiz, 5-6 yildan o'zimiz ota kasb. Ha. Yo'q, o'rtacha qarang. Mana shu molni olib, boqib, 2 oyda yetiltirib, 2 oy, 3 oyda yetiltirsa qancha foyda qolishi mumkin? Bu Mehnatingizga yarasha molni o'zgarishiga bog'liq aka, bu mol, bir xil mol orada sal nasib qoladi, issiqlab qoladi, yo'qsa boshqa bo'ladi, yemay qoladi. Har xil bo'ladi. Maksimal darajada endi 2-3 oy vaqtsangiz 3-4 million 3-4 million pul qoladi. 3-4 million pul qoladi. Aka-ukalar mana 3 milliondan qolganda 10 ta boqsangiz 30 million, 20 ta boqilsa mana shu yerda nasib bo'lsa 60 million bor. Har 3 oyda aylantiramiz aka bularni. 50 million pul qolaveradi 20 tasidan har 3 oyda aylanadi. Nima deydi? Uy sharoitda endi kimgadir ermak bitta odamni zaynat qiladi, bilamiz. Buni o'zimiz ham uy sharoitda. Mana hozir oldi tomondan akamiz Kechki paytga pahol berdi, ertalab pahol berilyapti. Ko'rib o'tasizlar buni. Xo'sh, mana pahol bu somon shikiliga paholmi? Somon. Aka-ukalar mana somonni qilmaganni sharillatib yeyapti mana. Nima deyapti? 10 mil o'tilar ekan. Akalar yevro ekan. Nima deyapti? Ha, arzon boqish yo'lida aka buni ham. Eng arzon turi. Ha, eng arzon yo'li. Kimdir sulos bilan boqadi, kimdir somon bilan. Endi pulini kerak chiqarasizlar, qo'yasizlar. Bir kunlik ovqat 16 mingga tushyapti mashmonlarniki. Bittasiniki. Hammani 16 mingdan tushadi. Kami yarim kilo semiradi mol. 1 kilo oshib semiradi olgan bor. 16 mingdan rasxoti bo'lar ekan aka-ukalar, yarim kilo, 1 kilo semirar ekan mollar bir kunda. Mana sen ko'rdingmi? Mana to'rada tortib, akilyator tortib, keyin so'yib turgan tortib turgan. Ha, effektni bilish uchun kelishda taroziga qo'yiladi, ketayotganda bir taroziga qo'yiladi, qancha foyda qilinayotgani, qancha yem hashaga yetgan mana bir kunda 16 ming bo'lsa, 10 kunda 160 ming. 30 kunda shunday hisoblab karakarasini chiqarasiz, foyda bo'layotganini bilaverasiz. Mana somonni xudo xolasa ko'rsatingiz suratga. Kepasi yo'rar ekan-a? Kepasi yeyapti. Kimdir kepa bilan beradi. Endi hamma har xil sharoitda boqadi. Biz ham kimgadir manfaatli kontent bo'lsin degan nuqtai nazarda Endi bu videoni qilyapmiz. Endi yo'g'ondan keyin yaxshi yetishgan. Ha, oldin yemdi bu uvutishdan sabab mol mana hali chanqovi ham kamroq bo'ladi. O'zi yemdan keyin chanqab turadi. Quvonchga ekan. Yemdi ham o'tib beriladi, buni ham. Ha, yemni ham o'tib berasiz. Mol boshqa og'ir bo'lmasligi uchun aka o'tib beramiz buni. Mana buni uvutib berilar ekanda aka-ukalar. Bunga suv quyib turib, uvutib berib, keyin yana Mana o'zi qonli to'q. Mana yeyishini qaranglar mana bu. Xudo xolasa aka-ukalar kimgadir manfaati boshqa bo'lgan bo'lsa, like qilib, qo'llab-quvvatlab. Yemdi ham hali nima qo'shni Ha, qo'y. necha xil aka bu? Yem arpa nuni, makka nuni, kunjara, kepak. Tuz 1-3 mana shunda. 5 xil bo'layaptimi shunda? 5 xil. 5 xil Kepak bilan bo'layapti. 5 xil. Tuz qo'shilyapti aka-ukalar. Endi bu haligi mana kimgadir eslatyapmiz, kimgadir o'rgatyapmiz.
Ha, silossiz deyapsiz-da. Bu sharoitda ham akamizdan Uch boqsa sharoitda bo'ladi. arzon boqishni yo'li. Xohlasangiz akalar novvosida shunday qilib boqib ko'ring. Xohlasangiz boshqani bu va hokazo. Necha minutda video bo'lyapti? 9:40 minutlik. 9:40. Xudo xolasa tugataveramiz a. Ekranga nomer qo'yib qo'yamiz akalar. Qassob akani nomerini qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, mana shunaqa molni yetiltirib sotolmoqchi bo'lib bozorga olib chiqib qiynalib yurgan aka-ukalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ismlari Qilichbek aka. O'zlari so'yib olaveradilar, novvos bo'lsa ham so'yib olaveradilar. Xo'sh, yoshroq xunojim bo'lsa ham so'yib olaveradilar. Hammasini so'yib sizga ham o'zlariga ham ozgina manfaati bo'ladi. Sababiki ziyonga siz ham men ham boshqa ham ish qilmaydi. Barchani umriga, rizqiga, chorvasiga baraka tilagan holda videomizga aytgansiz, rahmat, qo'llab-quvvatlab, padishka bo'lib, kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishguncha xayr. Nomerni yozib qo'y.